Ayollar, eringizni qarg'amang. Ko'p holatlarda eringizni qarg'aysiz. Afsuski, bu qarg'ish urmaydi, hech narsa qilmaydi. Hazillashib qarg'adim-ku deysiz. Ammo qarg'ish uradi. Sizni eringiz bir kun emas bir kun avariyaga uchrab qolsa, yo bir joydan yiqilib tushsa, bir kattakon bir halokatga uchrasa, xursand bo'lasizmi? Axir farzandlaringiz bor. Otasiz qolishini xohlaysizmi? Keling, qarg'ash o'rniga siz yomon ko'rayotgan insoningizdan uzoqlashing. Qarg'ayverganingizdan ko'ra ajrashib keting. Nima qilasiz eringizni qarg'ayverib? Xuddi shunday holat ayrim qaynonalarda ham uchrab turadi. Qaynonalar kelinlarini yo'lga sola olmaydilar, ammo ortidan shunaqa yomon qarg'aydilar. Bu qarg'ishlar albatta o'zingizga yoki farzandlaringizga, nabiralaringizga urishi mumkin. Ehtiyot bo'ling gapirganingizda. Hurmatli ayollar, qarg'ish deganda bu hech narsa bo'lmaydi deb o'ylamang. Albatta bu o'zini natijasini ko'rsatadi. Shuning uchun qarg'amang.